5 fevral kuni tunda Hindistonning shimoliy sharqida joylashgan Meghalaya shtatida noqonuniy ko'mir konida sodir bo'lgan portlash oqibatida kamida 18 kishi halok bo'ldi. Bu haqida The Indio nashri xabar berdi. Politsiya bayonotiga ko'ra, qutqaruv ishlari davomida portlash joyidan 18 kishining jasadi topilgan. Sharqiy Hills tumani rasmiysi yana 8 kishi jarohat olganini bildirdi. Ma'lum qilinishicha, portlash sodir bo'lgan kon kalamush teshigi deb ataladigan noqonuniy kon bo'lib, bunday konlar 2014-yilda ekologik va xavfsizlik sabablarga ko'ra rasman taqiqlangan. Shunga qaramay, ular ayrim hududlarda hanuz faoliyat yuritmoqda. Kondagi portlashdan keyin yong'in chiqib, hududda zaharli gaz to'plangani ma'lum qilingan. Hozirda holat bo'yicha sud tibbiy ekspertiza tekshiruvlari olib borilmoqda.